va juda osh-qatiq edi. Biron bir rus qiziga uylanib, fuqarolikni olish yo'li turganida, Ikrom shu pogонlar orqali bunga ham o'zi erishdi. Ularning restoranida hashamat bo'lmasa ham Fayz bor edi. Fayz o'sha Ikrom bilan tug'ishgandek bo'lib ketgan nomdorlar tufayli edi. Korporativ kechalarini Ikrom o'zi tashkillashtirib berardi. Lena u yerda ham odatdagidek zavzal edi. Borib-borib Ikromning ko'ngli ochiqligi, yo'li ochiqligi sabab bo'lishini tushundi. Igor 9 yosh bo'lganda u Ikromni qo'llab chiqarishlik ahmoqlik ekanligini tushunib qoldi. Shu zaylda u bor mahoratini Ikromni rom etishga sarfladi. Oyoqqa turayotgan Ikrom yurtidagi jigarlarini ham qo'llay boshladi. Asta-sekin munosabatlar yaxshilandi. Ikromni otasi yurtiga tez-tez chaqirib turardi. Uylan deb qistardi. Lekin Lena uni qanday qilib bo'lsa ham jo'natmaslik poyini qilardi. Yillar davomida dadang yaxshisi shu yerga kela qolsin, deb taklif berib turdi. Bu yerdagi ishlar chala qolishini hamisha eslatib keldi. Ikrom birinchi o'z shaxsiy kafesini ochganda, Lena u joyga ham ko'chib o'tdi. Keyin mavsum qaysi kurortda yaxshi bo'lsa, o'sha yerga ham tamaddixonalar ochishni boshladi. Avval kichikroq, keyin ular kattalashdi. Ikrom oshxona biznesini aslida ko'chmas mulk biznesi ustiga qura boshlagandi. Qayerda nazarga tushmay qolgan, pulga o'ng, qatnovli joylar bo'lsa sotib olaverdi. Uni tanigan, muomalasiga ishonch bildirganlar yil sayin ortaverdi. Pogонlar ichida tanish-bilishi ko'p bo'lgani sabab, ularning tamaddixonalari, restoran-barlari har xil doiradagi xurujlar ta'siriga unchalik ham tushavermasdi. Ikrom bir o'rtada yog'och biznesiga aralashishni boshladi. Lena yurtiga serqatnov bo'lmasligi uchun uni qozoqlar ichiga borishini quvvatladi. Akil shunday kunlardan birida ishonchli odam bo'lib Ikromning yoniga kirdi. Lena oxirgi marta erining 3-4 hamkori bilan Issiqko'lga borayotganini eshitgandi. Taxminicha Ikrom shu safarlardan birida Samarqandga ham borgan. Buning oxiri esa mana Lena kutmagandek bo'lib chiqdi. Ikrom o'sha yoqdan yoshgina qizni ergashtirib keldi. Lena o'tmishni o'ylab mashina haydab borarkan, chuqur o'yga toldi. Qayoqdandir bittasi chiqsa-da, hammasiga egador bo'lsa. Mana, Odessadagi 2 restoran Ikromning eng yaxshi ishi yurgan nuqtalaridan o'rtada bo'lishga kelishganlar. Bu chetda qolgani qiziq. Lena Ikromning yoniga to'g'ri kirib bordi. U o'zini juda og'ir bosiq tutishga harakat qilar, shundagina biron narsa Ikromdan undirishi mumkinligini bilardi. Ikrom, sen uchun xursandman. Eshitib xursand bo'ldim. Lekin eski do'st sifatida to'yga aytishni unutding. Yetib borardim, hamma ishimni tashlab bo'lsa ham. Bo'ynini cho'zib Ikromning yuzidan o'pdi. Balki uyingga taklif qilarsan. Lena, bizda boshqacha. Xotinimning oldiga borishing to'g'ri emas. Ha, tushunaman. Aytgansan bu haqda. Bilasanmi, Igor Odessadagi restoranlarni yurgizmoqchi bo'layapti. Unga u taraflar yoqadi, sezgansan-ku. Ikrom Lenaga tikilib qaradi. Hammasi bo'lib bo'lingan. O'zing tanlading shularni. Lena Ikromning yelkasini siladi. Bo'ldi, asabiylashma. Yangi kuyovsan axir. Lenaning soxtakor kulgusi yangradi. Saida singan oyna yonida qoldirgan sochini qidirardi. Negadir qo'ygan joyida yo'q. Oyna siniqlarini yig'ib olgan xizmatchi qizlarga fikrini ruscha tushuntirolmasligini bilgani uchun Inzilyani qidirdi. Qizig'i, uning qorasi ham oshxonada ko'rinmadi. O'tirib kechagi vahimali kunni yana bir bor yodga oldi.
Erining darg'azab bo'lishi ko'z oldida otasining qiyofasini keltirib, yana ichi g'ashlandi. Lena mashinada ofisdan qaytarkan, Insilya esiga tushdi. Raqam terdi. Aytishicha, uchrashish uchun eski joylarida kutayotganmish. Demak, nimadandir umid bor. Insilya qo'lidagi paketni Lenaga tutkazdi. Hammasimi? Insilya bosh silkib ma'qulladi. Xayriyat-yey bo'larkan-u. Paketni ozgina chetini ochib, soch ekanligini ko'rgach, qah-qah otib kuldi. Boshida ishqilib, yana soch qoldimi? Mana endi aniq bo'ladi. Kafangado qashshoq bo'lganida o'sha xotinchasi vafo qilarmikin yoki yo'q? Insilya ham kulib, Lena uzatgan pulni olib, sumkasiga yashirdi. Insilyani mashinasidan tushirib qoldirgan Lena to'g'ri ulovini Hunganing uyi tomonga haydadi. Ichkariga kirib, paketni namoyishkorona ocharkan, kutib turgan Izraga masxara qilganday rezinkaga mahkamlagan sochni otdi. Mana, kampirshoga ber. Boshiga yangi parik qilib kiyib olsin. Bir bechora u yoqda sochsiz o'tiribdi, deya qah-qah urib kuldi. Jodugarlar zumda ishga kirishib ketishdi. Avvaldan yasab qo'yilgan latta qo'g'irchoqqa Izra sochni igna ip bilan mahkamlab chiqdi. Tayyor bo'lganida esa uni o'z tilida duo o'qiyotgan Hunga kampirga uzatdi. Lena bu jodolash marosimini kuzatarkan, oshqozonida nimadir qo'zg'alganini sezdi. Og'ziga o'qchiq keldi. Hech nimaga e'tibor bermay, har xil ovozlarda g'o'ldirayotgan Hunga kichkina yoqut pichoqchasida tirsagini kesdi. Uning qo'lidan oqayotgan qon pastda turgan oyna ustiga chakillab toma boshladi. Kuzatib o'tirarkan, Lenaning ko'z oldi battar tina boshladi. Izraga tashqariga chiqmasam bo'lmaydi, dedi. Izra yo'q deganday bosh chayqab qo'ydi. Lena bukchayib o'tirarkan, xira ko'zlari bilan Hungaga qaradi. Bee'tibor jodusini o'qiyotgan Hunga ko'ziga xuddi alvastidek ko'rinardi. Hattoki qo'lidagi ignalardan yasalgan taroq ham xira qorong'uda juda dahshatli tusda. Uyni tutib ketgan achchiq hid ayolning ko'nglini qattiq aynitar edi. Marosim tugaganda Lena batamom holdan toydi. Kampir uzun qiyshiq hassasi bilan uni turtib, ket deganday hayda boshladi. Izra esa egilib, Lenaning qulog'iga shivirladi. Ketishing kerak. Qon qotmasdan uni cherkov ostonasiga ko'mib kelishing shart. Lena so'layib bor kuchini yig'ib o'rnidan turdi. Sumkasidan taxlam pulni olib Izraga tutqazdi. Gandiraklab, soch tolalari ustini qopqoqdek yopgan qonli oynani qo'sh-qo'llab olgancha tashqariga bazo'r yo'l oldi. Mashinasigacha arang yetib keldi. Bir chetga engashib qayt qildi. Ko'ngli sal yorishganday bo'lib, mashinasini o't oldirdi. Aksiga olib, yo'lda tirbandlik ekan. Bir amallab cherkov ko'chasiga burildi. Kichik halqali eshikning ostonasiga qoni qotay deb qolgan oynani qiyinchilik bilan ko'mdi. Eng yomoni, oynani ko'mish paytida ko'zguning bir cheti barmog'ini kesib, qonatib yubordi. Qonayotgan barmog'ini tishida bint uzib bog'ladi. Lo'qillayotgan yarasiga ijirg'anib qaragancha uyga qaytdi. Ikrom o'ychan bo'lib qolgandi. Soch voqeasidan keyin er-xotin ochilishib ham gaplashishmadi. Devordagi yirtilgan suratni xonadan olib chiqishib ketishganidan keyin ham allamahalgacha Ikrom ish stoli ustidan ketmadi. Saida tez-tez erining xonasiga ko'z tashlab qo'yardi. U mana endi haqiqiy yolg'izlikni his qildi. Onasini, shaxti baland otasini o'yladi. Akalarini bir-bir hazillarini yodga oldi. Keyin nimagadir ko'ngli behuzur bo'ldi. Oshqozoni bir ko'tarilib, og'ziga qusuq to'ldi. Yuzini yuvib oynaga qaraganda esa
hayratlandi. Rangi o'zgaribdi. Siniqqan chehrasida g'amginlik hukmron. Ko'zi ostida kiprigi to'kilgan. Keyin xayoliga bir fikr yarq etganday bo'ldi. Kinolarda kelinlar shunaqa ko'ngil aynisa, homilador bo'lgan bo'lishardi. Nahotki mendayam? Ikromning yoniga oyoq sudrab zo'rg'a kirdi. Eri bosh ko'tarib, uning do'kadek oqarib ketgan yuziga hayron bo'lib tikilib qaradi. Ko'nglim aynayapti. Ikrom uning yoniga shoshdi. Ter bosgan yuziga, holsiz ko'zlariga qaradi. Shoshib tez yordamga telefon qilmoqchi bo'ldi. Keyin Saidani dast ko'tardi-yu, yotoqxonadagi karavotga olib kirib yotqizdi. Tez yordam kelib ketdi. Ikrom negadir tashqarida uzoq qolib ketdi. Saida uni kelishini kutdi. Shifokorlar ham indamay ketishdi. Erim ham biror o'zgarish sezdirmadi. Demak, homilador emas ekanman. Saida ham mana endi o'ychan bo'lib qolgandi. Ertalab yana bir bor ko'ngli aynidi. Oxirgi payt nima yegandim? Oshqozonim bunaqa og'rimasdi-ku. U shu xayolda o'tirganida Ikrom xavotir bilan xonaga kirdi. Saida, gapimni diqqat bilan eshit. Ertaga Samarqandga uchamiz. Bir muddat o'zim olib kelmagunimcha ota-onang bilan o'sha yoqda bo'lib turasan. Vaqti kelib hammasini yotog'i bilan o'zim tushuntiraman. Lekin hozir mendan hech narsa so'rama, dedi. Saidaning ichi shiq etdi. Tushunmadim. Nima uchun? Onangning yaqinlaringning yonida bo'lib turishing kerak. Ishlarimda biroz muammo bo'lyapti. Juda tez ko'rishamiz. O'ylaganingdan ko'ra tezroq nasib bo'lsa. Saida ortiqcha savol berolmay qoldi. Eri yana o'ychan odamga aylangandi. Ertasiga samolyotga chiqish oldidan yana ko'ngli aynidi. Qanday uchaman bunaqada, dedi eriga. Biron chorasini topamiz, dedi eri odatdagidan g'amginroq jilmayib. Samolyotda yaxshi xizmat ko'rsatishdi. Saida o'rindiqni o'zgartirib berishdi. Ko'tarilish oldidan yana og'ziga safro to'lib tashladi. Eri darrov qog'oz paket tutdi. Yo'lda bot-bot oshqozonni qiynaganini aytmasa, eson-omon qo'nib olishdi. Mashina o'z mahallasi oldida burilish oldidan Saida eriga iltijoli boqdi. Tashlab ketayapsizmi? Ikrom bosh chayqab yo'q dedi. Tugadi-a? Ikrom yana bosh chayqadi. Aldayapsiz. Ikrom yosh boladek sodda rafiqasining kaftini qo'liga olib o'pdi. Saida baribir erining niyatini bila olmay yig'lay boshladi. Uning miyasidan haliyam Inziliyaning gaplari chiqib ketmagan. Erining fikrini bila olmagani uchun ichidagi gumon tobora vasvasaga aylanib borayotgandek edi. Ikrom biroz uning chehrasiga tikilib turdi. O'zingni ehtiyot qil. Boshingga ro'mol o'rab yur. Umidsizlikka tushma. Yana xo'p, qolganini keyin aytaman. Saida yoshli ko'zlaridagi savol nazari bilan Ikromga qaragancha qoldi. Saida kutganidek bo'lib chiqmadi. Ota-onasi quchoq ochib kutib olishdi. Akalari yuzidan cho'zlamoqchi bo'lib qo'l cho'zishdi-yu, endi singillari yosh qiz emasligini eslab, kulib Ikromga bir qarab qo'yishdi. Akasi dasturxon boshida so'nggi yangiliklarni darrov to'liqib so'zlay boshladi. Guzar boshiga katta market ko'rishib, ichini molga to'ldirishibdi. Kichik ikki akasi Toshkentdan oziq-ovqat, kiyim-bosh olib kelyapti ekan. Oilasidagi xabarlarni eshitib, Saidaning biroz chehrasi ochildi. Ikrom ketishi kerakligini aytib, o'rnidan turganda yana uning ichi uzilgandek tuyuldi. Ota-onasi ham mana endi karaxt holga tushdi. Ikrom Nabi akani gaplashish uchun chetga tortdi.